Sizga chanoq son bo'g'imi chirishi, ya'ni aseptik nekroz diagnozi qo'yildi va shifokorlar sizga bu kasallikda implant, ya'ni protezlash operatsiyasini bajarish kerak. Bundan boshqa chora yo'q degan bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki hozir men sizlarga tibbiyotda aytilmaydigan, lekin amalda ishlaydigan va eng muhimi aseptik nekroz, ya'ni suyak chirishidan butunlay operatsiyalarsiz, implant qo'ydirmasdan qanday qilib qutulish mumkinligi to'g'risida ma'lumot beraman. Aseptik nekroz nima? Aseptik nekroz bu son suyagi boshchasining qon yaxshi yetib kelmasligi natijasida suyak ichidagi to'qimalarning nekrozi, ya'ni o'lishi hisoblanadi. Bunda aseptik nekroz bilan koks artrozni farqini bilishimiz kerak. Bu chanoq son bo'g'imida suyak yemirilishi, ya'ni koks artrozda chanoq kosasiga son suyagi ishqalanishi natijasida yediriladi. Bunda ishqalanishni yo'qotsak, ya'ni o'sha joyda qon aylanishi, svyaska muskullarini to'g'rilasak, koks artroz to'xtaydi, og'rig'i ham yo'qoladi. Ya'ni lecheniyasi oson, davolash muolajalari oson kechadi. Aseptik nekrozda bu ishqalanmasdan, o'sha son suyagi boshchasi chanoq kosasiga ishqalanmasdan turgan joyida chiriydi. Bu chirish jarayoni hisoblanadi. Ya'ni son suyagi boshchasiga keladigan suyak ichidagi qon tomirlarida tiqilish, ya'ni to'xtash yuzaga keladi va qon bormasligi natijasida avval tog'ay to'qimasida, keyin esa suyak to'qimasida to'qimalarning o'lishi, nekroz jarayoni yuzaga keladi. Bu xuddi daraxtni ildizini qirqib qo'yganga o'xshaydi. Ya'ni ildizdan ozuqa kelmasa, daraxt quriydi. Chanoq son bo'g'imi esa organizmdagi eng ko'p harakatlanadigan, eng ko'p yuk tushadigan bo'g'im hisoblanadi. U o'tirishda, turishda, yurishda doimiy yukni taqsimlab beruvchi soha hisoblanadi. Qon aylanishi buziladigan bo'lsa, bo'g'im ichkaridan chiriydi, shakli o'zgaradi, og'riq kuchayadi va odam yurishdan qo'rqa boshlaydi. Ko'pchilik beradigan savol: koks artroz va aseptik nekrozning farqi nimada? Koks artroz boya aytganimdek, son suyagi boshchasining chanoq kosasiga ishqalanishi natijasida kelib chiqadi va bunga sabab o'sha joydagi muskul sistemasi, boylamlar kuchsizligi sabab bo'ladi. Bu yoshi katta, ortiqcha vazni bor ayollarda ko'proq uchraydi. Aseptik nekroz esa yosh tanlamaydi. 5 yoshda ham, 10 yosh bolalarda ham, yoshi 70 yoshda ham, любой yoshda bo'lishi mumkin. Jins tanlamaydi. Ayollarda, erkaklarda bir xil kechadi. Jismoniy baquvvatligiga bog'liq emas. Ya'ni boya aytganimizdek muskuli slaviy, kuchsiz odamlarda ham, sportsmen, muskul sistemasi, tayanch harakat sistemasi baquvvat odamlarda ham bir xil tarqalgan. Keyingi farqi, koks artroz sekin rivojlanadi ko'pchilik holatlarda. 4 yil, 5 yilda bir daraja o'tadi. Ya'ni 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darajasi bor. Aseptik nekrozda ham, koks artrozni ham. Koks artrozda 3-4 yilda bitta darajaga oshadi. Aseptik nekrozda esa ba'zi vaqtlar bo'ladi, har oyiga bitta daraja. Ya'ni 3-4 oyda 3-chi, 4-chi darajaga kelib qolgan holatlarni ham ko'rganmiz. Aseptik nekroz nima uchun so'nggi yillarda ko'payib ketyapti? Bizning praktikamizda 2 yil, 3 yil oldin ham 10 ta suyagim yemirilibdi deb keladigan bemorimizni hujjatlarini ko'rganimizda 10 tadan bitta, 20 tadan bitta bemorda aseptik nekroz diagnozi qo'yilar edi. Qolgan hammasida koks artroz, ya'ni suyakning yemirilishi diagnozi qo'yilar edi. Afsuski, hozirgi kunda 10 ta bemor suyak yemirilishi bilan keladigan bo'lsa, yarmidan ko'pida aseptik nekroz, yarmidan kamida esa koks artroz kasalligi bor. Koks artroz aseptik nekrozga nisbatan sekin rivojlanadi, davolash nisbatan osonroq. Aseptik nekrozda esa tez rivojlanadi va davolash qiyinroq bo'ladi. Aseptik nekroz ko'payib ketishining birinchi asosiy sababi kam harakatlik. Ya'ni uydan chiqamiz, mashina, ofisga boramiz, ofisdan mashina, uyga qaytamiz, uyga kelamiz, yotamiz. Mana shu hayot tarziga tushib qolganmiz. Oldin mashinalar kam bo'lgan, piyoda yurish ko'p bo'lgan, harakat ko'p bo'lgan va chanoq son bo'g'imida va boshqa bo'g'imlarda harakat natijasida qon aylanishi yaxshi bo'lgan. Hozir harakat kam, qon aylanishi yaxshi emas, suyaklarda ham qon aylanishi yaxshi bo'lmaydi. Ikkinchi sababi stress va gormonlar. Stress paytida buyrak usti bezidan kortizol ishlab chiqarilishi ko'payadi. Kortizol ko'payishi natijasida qon tomirlar siqiladi, ya'ni torayadi va suyakka yetarlicha qon yetib bormaydi.
Uchinchi asosiy sababi noto'g'ri davolash. Biz bitta narsani tushunib olishimiz kerak. Ko'p joylarda aseptik nekroz bo'lgandan keyin hamma vrach emas, ba'zi vrachlar harakatni chegaralaydi. Ya'ni yotish kerak. Yursang suyaging yemirilib ketadi degan gapni aytishadi. Lekin amalda nima bo'ladi? Xohlagan aseptik nekroz bo'lib, uyda yotgan bemorni men keyinchalik yaxshi bo'lib ketganini ko'rganim yo'q. Lekin o'sha yotishga sharoiti bo'lmagan, ishlagan, davlat ishida ishlagan, yurgan odamni yomonlashib ketganini ham ko'rganim yo'q. Ya'ni harakat bor joyda qon yaxshi aylanadi. Biz har bo'g'imni harakatsiz holatga keltirdikmi, u joyda qon aylanishi buziladi. Qon aylanishi yana ham buzilishi natijasida oziqa bormaydi, suyakda chirish jarayoni kuchayib ketadi. Biz unga doimiy harakat berib turishimiz kerak. Faqat harakatni normada berish kerak. Juda ko'p, uzoq yurish mumkin emas, kam-kamdan tez-tez yurish kerak bo'ladi. Va bo'g'imda qon aylanishini yaxshilovchi mashqlar to'xtovsiz bajarib turishimiz kerak bo'ladi. Bunda nima qilamiz? Bunda blokada yordam bermaydi. Og'riq qoldiruvchi dorilar yordam bermaydi. Ya'ni kasallikni davolamaydi. Ular bizga kasallikni vaqtinchalikka sezdirmay turadi. Kasallik esa rivojlanishda davom etadi. Biz uni harakatga keltirishimiz kerak. Keyingi aseptik nekrozning kuchayib ketishining sababi rentgen qilinishi. Ya'ni aseptik nekrozda boshlang'ich bosqichlarda, ya'ni 1-2 bosqichda rentgenda diagnoz qo'yish qiyin. 3-4 bosqichlarini rentgenda ko'rsa bo'ladi. Sababi 1-2 bosqichda faqat tog'ay to'qimasida bo'ladi o'zgarish. Tog'ay to'qimasini rentgen ko'rsatmaydi. Rentgen faqat suyakni ko'rsatadi. 3-4 bosqichda suyakda ham o'zgarish bo'ladi. Ya'ni chirish suyakka ham o'tadi. O'sha vaqtdagina rentgenda ko'rinadi. Bemor nima qiladi? Boradi. Borgandan keyin unga chanoqson bo'g'imidagi og'riq bilan borsa, rentgenga tushish buyuriladi. Rentgenga tushgandan keyin unda rentgenda suyak sog'lom chiqadi. Sog'lom chiqqandan keyin senda ozgina shamollash bo'lgan, o'shanga dori yozib beraman deb dori yozib beriladi. Dori yozib berilgandan keyin undagi og'riq o'tib ketadi. Sababi aseptik nekrozda ham, koks artrozda ham birinchi darajada og'riq bo'lmaydi. Uzoq piyoda yursa, og'ir yuk ko'tarsa, ya'ni noqulay kun bo'yi ishlaydigan bo'lsa, qisman og'riq bo'ladi. Ikkinchi darajada endi kuni bo'yi yuradigan bo'lsa, og'irroq yuk ko'taradigan bo'lsa, o'sha holatlarda og'riq birinchi darajaga nisbatan tezroq boshlanadi va kuchliroq bo'ladi. Uchinchi darajadan boshlab og'riq doimiy holatga o'tadi. 4-darajada harakat chegaralanadi, og'riq doimiy kecha-yu kunduz yotsa ham bo'ladigan holatga keladi. Boya aytganimdek, 1-2 darajada belgi bergani bilan kasallik, uni rentgen qilsak sog'lom chiqadi. Og'riq qoldiruvchi dorilar bilan NPVS, nasteroid, yallig'lanishga qarshi dorilar beriladi. Og'riq qoladi, lekin aseptik nekroz rivojlanishda davom etadi. 3-4 oydan keyin yana og'riq bo'ladi, o'sha borib rentgenga tushganda ham aseptik nekroz kelib chiqadi, keyin borib MRTga tushsa ham aseptik nekroz chiqadi, lekin 3-daraja, 4-darajaga o'tib bo'lgan bo'ladi. Davolash esa o'shanga bog'liq qiyinlashib ketaveradi. Nega travmatologlar faqat implant, ya'ni protezlash kerak deydi? Bunda travmatologlarning aybi yo'q. Prosta travmatologiya tarafidan olinadigan bo'lsa, asosiy yechim faqat implant qo'yish. Chunki dori-darmonlar barchasi vaqtinchalik ta'sir qiladi va oxir oqibat baribir implant qo'yishga taqaladi. Implant qo'yilganda qanaqa bo'ladi? Chanoq suyagining kosasiga temir qo'yiladi. Bu yoqda son suyagi boshchasiga temir qo'yiladi va son suyagi boshchasini temiri o'sha son suyagining tanasiga qoqiladi. Keyin o'sha joyda temir bir-biriga ishqalanmaydi. Temir bir-biriga ishqalansa, yurish qiyin bo'ladi. Tog'ay vazifasini bajaradigan o'rtasiga prokladka, tog'ay vazifasini bajaruvchi modda qo'yiladi. O'sha modda agar kam yuriladigan bo'lsa, o'zini ehtiyot qilib yuradigan bo'lsa, 10 yilgacha chidab beradi. Agar doimiy sog'lom odamlardek ko'p yuriladigan bo'lsa, 5 yilda o'sha tog'ay vazifasini bajaruvchi prokladka yediriladi va keyin eski og'riqlar boshlanadi. Bu joydagi qo'yilayotgan temirga 30 yil, 40 yil chidashiga garantiya beriladi. Lekin o'rtadagi prokladkaga garantiya berilmaydi. Prokladka ko'p yursangiz 5 yilda, eng yaxshi amerikanskiy deganlari ham ko'p yursangiz 5 yilda, kamroq yurib o'zingizni ehtiyot qilsangiz 10 yilda, agar yurmasangiz 15 yil, 20 yilgacha ham turishi mumkin.
Lekin biz implantatsiyani nima uchun qilamiz? Implantatsiyani o'sha sog'lom odamday yurish uchun qilinadi. Agar siz sog'lom odamlarda yuradigan bo'lsangiz, implantatsiya qildirgandan keyin 5 yildan keyin eski og'riqlar boshlanadi. O'sha joydagi prokladkani o'zini almashtirib bo'lmaydi, qayta implantatsiya qilinadi. Bu joyda implant birinchi suyakka qoqilgandan keyin o'sha joydagi suyaklar o'sib uni qamrab oladi va qotirib turadi. Ya'ni o'ynamaydi temir. Ikkinchi marta qilishda uni sug'urib olib qaytadan qoqqandan keyin suyak yaxshi yopishmaydi. O'ynaydi o'sha temir va muvozanat buzilishi natijasida og'riq kamaymaydi. Uchinchi martaga esa butunlay implantatsiya qilish juda qiyin bo'ladi. Bu yerda birorta tibbiyot sohasida muskullarning muvozanati, qaysi muskul tortishgan, qaysi muskul bo'shashgan, qaysi nerv qisilgan, bular tekshirilmaydi. MRTda prosta snimka chiqarib beriladi. Misol uchun 7 mm grija chiqarib beriladi MRTda. Lekin o'sha grija nervni qisyaptimi, yo'qmi? Ya'ni funksiyasi chiqarib berilmaydi. Funksiyani faqat kinezologik korreksiyalar orqali, kinezologik testlar orqali aniqlash mumkin. Qaysi muskul normada ishlayapti, qaysi ishlamayapti, qaysi nerv qisilgan, qaysi tarafga qon yaxshi yetib boryapti, qaysi tarafga yetib bormayapti. Ya'ni funksiyasini faqat kinezologik testlar orqali aniqlash mumkin. Biz juda ko'p eshitganmiz, ba'zilarda 4 mm grijasi bor, lekin belini ushlab qolgan, oyog'iga tortadi, yurishga qiynaladi. Lekin shunaqa vaziyatlarni eshitganmiz. 12 mm, 13 mm grijam bor, lekin meni umuman bezovta qilmaydi degan bemorlarni ham eshitamiz. Bu yerda faqat anatomik holatga emas, funksiyaga e'tibor berish kerak bo'ladi. Lekin afsuski bemorlar bizga faqat 3-4-bosqichda kelishadi. 1-2 bosqichda esa ular beparvolik bilan o'tkazib yuborishadi. Muhim eslatma, biz suyakni emas, funksiyani tiklashimiz kerak. Aseptik nekrozda 4 ta bosqich bo'ladi. Yuqorida aytganimdek, birinchi bosqichda qon aylanish buziladi, og'riqlar juda kam miqdorda bo'ladi. Ya'ni kuni bo'yi peshkom piyoda yuradigan bo'lsak, og'ir ish bilan kuni bo'yi shug'ullanadigan bo'lsak, kechda ozgina og'riq bo'lishi mumkin. Bu davolashda 100% natijaga erishsa bo'ladi bu bosqichda. Ikkinchi bosqichda og'riqlar nisbatan kuchaygan bo'ladi, ya'ni o'rtacha nagruzka berganimizda ham og'riqlar bo'ladi. Bu bosqichda ham davolashda yuqori natijalarga erishish mumkin va birmuncha davolash osonroq bo'ladi. Uchinchi bosqichda og'riqlar yurganimizda doimiy holatga kiradi. Ya'ni ozgina nagruzka bersak ham og'riq kuchayadi. Bu holatda ham operatsiyaga shoshilmaslik kerak. Hali iloj bor, davolasa bo'ladi. 4-bosqichda og'riqlar juda kuchli bo'ladi. Yotgan holatda, o'tirganda, turganda, uxlaganda ham og'riqlar bezovta qiladi. Chegaralanish bo'ladi bo'g'imda. Lekin bu bosqichda ham operatsiyaga shoshilmaslik kerak. Oldin lecheniya, ya'ni davo muolajalarini qilib ko'rishimiz kerak. 4-bosqichda ham 70-80% holatlarda operatsiyasiz davolasa bo'ladi. 20-30% holatlarda esa operatsiyadan boshqa chora bo'lmaydi. Faqatgina 4-bosqichda. Uni bemorni ko'rib aniqlasa bo'ladi. Aseptik nekrozni kinezologiya qanday davolaydi? Kinezologiyada har bitta mushak tekshirib chiqiladi, tana muvozanati tiklanadi. Tana muvozanati deganimiz nima? Odam anatomiyasi, normal anatomiyasiga ko'ra bo'yin qismi ozgina oldinga chiqadi, ya'ni bo'yin lordoza. Ko'krak qismi umurtqalari ozgina orqaga chiqqan, ya'ni kifoz. Bel qismi yana sal oldinga va dumg'aza ozgina orqaga egilgan bo'ladi normada. Bu nima degani? Odamning vesi, ya'ni og'irligi 80 kilo bo'ladigan bo'lsa, u yuradi. Bo'g'mida yemirilish bo'lmasa, boshqa hech qanaqa muammosi bo'lmasa, bemalol yengil yuradi. Lekin qo'liga 10 kilo yuk oladigan bo'lsa, ozgina yurgandan keyin charchab qoladi. Ya'ni 90 kilo bo'ladi, 10 kilo yuk bilan tez charchab qoladi. Yukini qo'yib dam olishga to'g'ri keladi. Lekin o'sha 80 kilolik odam 10 kilo semirib 90 kilo bo'lsa ham oldingida yengil yuraveradi. Ya'ni qiynalib yuk ko'targandagidek qiynalib qolmaydi. Sabab nimaga? Sabab tanaga tushayotgan yukni, boshimizdan tushayotgan yukni bo'yin o'sha ichkariga qiyshayganligining hisobiga ko'krak umurtqasiga o'tkazib yuboradi. Qo'llarimizdagi yuk, ya'ni tananing yuki ko'krak qismidagi yuklarni ko'krak umurtqasi qiyshayganligining hisobiga belga o'tkazib yuboradi. Bel esa dumg'azaga. Dumg'aza ikkita chanoq kosa pallasi orqali ikkita oyoqqa o'tkazib yuboradi. Bizning normal tanamiz shunaqa tuzilgan.
Agar o'sha bo'yindagi qiyshaysh, beldagi qiyshaysh to'g'ri holatga keladigan bo'lsa, bu meditsinada ham bo'yin lardozi yo'qolgan yoki bel lardozi yo'qolgan deyiladi. Bizda bel og'riq bilan juda ko'p kelishadi. Grijalari katta bo'ladi, bel lardozi yo'qolganligining hisobiga. Agar umurtqamiz tekis bo'lganda, hamma umurtqamizda 32 ta grija turgan bo'lar edi. O'sha umurtqa qiyshayganligining hisobiga hamma yukni pastga o'tkazib yuboradi. Oxiri chanoqqa kelib, ikkita chanoqson bo'g'imi orqali, tazabidrin sustav orqali son suyaklariga tushadi va u joydan tizzaga, istapa tovonga o'tib, yerga o'tkazib yuboriladi. Butun tanamizdagi massa, vaznimiz yerga tushadi. Bizda agar o'shanda tana muvozanati buzilgan bo'lsa, ma'lum bir muskullar tortishib, ma'lum bir muskullar bo'shashadigan bo'lsa, bitta oyog'imizga ko'proq yuk tushadi, ikkinchisiga kamroq yuk tushadi. Ko'proq yuk tushayotgan oyog'imizda esa aseptik nekroz rivojlanishi kuchayib ketadi. Sababi qon tomirlar qisiladi, nagruzka oshadi va chirish jarayoni kuchayib ketishi mumkin. Kinezologiyada bu narsalarni to'g'rilab chiqiladi, qon aylanishi yaxshilanadi. Nerv qayerda qisilgan bo'lsa, o'sha joylar ochib chiqiladi va bemorda tiklanish yuzaga keladi. Aseptik nekroz bu alohida kasallik emas, bu organizmda ketayotgan patologiyaning bitta asorati hisoblanadi. Juda ko'p ko'rganmiz, aseptik nekroz bilan bitta chanoqson bo'g'imidan operatsiya o'tkazgan, implant qo'yilgan, 5-6 oy o'tmasdan ikkinchi bo'g'imda yemirilish, ya'ni chirish jarayoni boshlangan. Ikkinchi bo'g'imga qo'yilgandan keyin keyingi tizzada chirish jarayoni boshlanadi. Aseptik nekroz. Tizzaga qo'yilsa, ikkinchi tizzaga o'tadi. Keyingi tizzadan yelka bo'g'imiga o'tadi. Ya'ni aseptik nekroz bo'g'imdan bo'g'imga o'tib ketaveradi. Qachonki biz o aseptik nekrozning sababini topib to'xtatganimizdagina butun organizmdagi moddalar almashuvi to'g'rilanib, suyakdagi chirish jarayoni to'xtaydi. Bu jarayonni faqat implant qo'yish bilan to'xtatib qolib bo'lmaydi. Implant qo'yish bilan faqat o'sha bo'g'imni saqlab qolish mumkin. Saqlab qolish emas, sun'iy tarzda o'sha bo'g'imda faoliyatini tiklashimiz mumkin. Lekin jarayon davom etadi, keyingi bo'g'imlarga o'tib ketaveradi. Implant qo'yish uchun ham o'sha joydagi muskullar qirqiladi, o'sha joy ochilib temir qo'yilishi kerak bo'ladi. Qaytadan tikib qo'yganimiz bilan o'sha bo'g'im, o'sha muskullar eski faoliyatini boshlamaydi. Shuning uchun miya nagruzkani ikkinchi bo'g'imga o'tkazadi va yemirilish ikkinchi bo'g'imga o'tib ketadi. Implant qo'yilgan oyoqqa miya 20% yukni tashlasa, sog'lom oyoqqa 80% yukni tashlaydi. Implant qo'yilgan oyoqni himoya qilish uchun. Bu tarafga 80% yuk tushib, unda ham chirish jarayoni boshlanadi. Agar sizga ham aseptik nekroz yoki koksa-artroz diagnozlari qo'yilgan bo'lsa, nechanchi daraja ekanligini kommentariyada yozib qoldiring. Men bilan tibbiy bilimlaringizni oshirmoqchi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'ling, like, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying.